Assalomu alaykum jigarlar, yaxshimisizlar? Bugun xudo xolasa 25-avgust tong sahar soat 5 ta endi o'tdi. Mana qaranglar. Mana sizlarga podarka. Maşallah, hozir buni to'g'rilaymiz. Ko'ch bu yoqda shunchasi bor ekan, bilmasam. Mana qarang. Ko'rzinglar. O'zi bunaqa ushlash kerak emas. Ovoz chiqargan uchun ushladim. Chillagan uchun. Xullas hozir taxlab bo'ladi. Bitta sabzi olib kelaman, sabzi beraman, taxlayman, keslagan ko'rsataman, xo'pmi? Xullas kayfiyat bomba inshaalloh. Mashallah, mana zo'r bo'pti. Mana bular. Mana bular. Mana gerroy mana. Mashallah. Mana jigarlar. Xohlasa mana 13 ta tug'ibdi, ona qo'yam. Mana sabzi berdim, chaqiltib qo'ydim, sabzi yeb yotibdi. Keyin nima qildim? Men bu yungini oldim. Qo'limga yaxshilab artdim, bitta qo'limni bunday qilib artib, ya'ni bu ham o'sha ona qo'yonni hidi bo'lib qoladi-da. Keyin yaxshilab paypaslab chiqdim. U burchakdan boshlab paypaslashni. Shu yerning o'zidan ikkitasini oldim. Ishonasizlarmi? Ikkita bolasi shu yerda yotgan ekan. Shu yerda oldim, yaxshilab taglarini qaradim. Ancha-muncha jun chiqdi. Mana shu ko'ryapsan, bu bunaqa jun yo'q edi. Shu yerda ancha-muncha junlarni oldim, bu yerga tashladim. Yoshga qo'yib, bolalarni ko'chirdim, bu yerdagi bolalarni ko'chirdim, bu yerdagilarni ko'chirdim. Martga mana o't tashladim mana bunaqasiga. Yani bundayroq qarasangizlar, mana ko'rasizlar? Ya'ni gnezdo bo'ldi, uycha bo'lib qoldi. Qushlarning uyi bor-ku, dumaloq bo'lib o'rtada turadi. Ashaq qilib qo'ydim. Ona qo'yamning tajribasiga qaranglar, o'zi tug'ib, mana shu yerda qo'yib qo'ygan ekan. Bu yerda yotgan ekan. Keyin bir ikkitasi o'tda yotgan ekan. Keyin oyog'i tagida ekan, ko'lmi qopmizda. Uni olib qo'ydik, xudo xolasa. Mana. Inshaalloh endi ona qo'yamga yaxshilab e'tibor qaratamiz. Hozir sabzi berdik. Xo'p, yaxshi bilan kecha ovqatini berganman, ovqatini yegandim. Ozgina yebdik. Buni endi hali hidlanmagan. Buni ikki qo'yonga beramiz, o'zi tirsillatib yeydi. Endi bunga xudo xolasa bedani svejisini beramiz. Ya'ni baranasi bor-ku, o'shani olib kelib beraman, xudo xolasa. Hop, olmani tashlab qo'yamiz. Yarimta olmani to'rdan birini tashlab qo'ysak yeb yotadi o'zi. Mashallah, mana qaranglar, mana shunaqa ahvol. Mana ko'zni quvontiradigan. Esingizda bo'lsa videolarda xudo xolasa 8 ta tug'sa eng kamida deb yurdim. Mana Alloh taolo 13 ta beribdi. Mana shu zo'r. Men o'zi hozir prosta shunday tushib qarab qayta joyimga yotaman deb tushdim obxodga. Lekin uyqu vahshiy qochib ketdi. Xullas, mana shunaqa gaplar. Bolachalari Mıcır mana shu yerda yotibdi. Shunaqa gaplar. Vahshiy. Настроение bomba. Alhamdulillah, chotki. Hop, ona qo'yanga gap yo'q. Zo'r. Molladdes. Buni zubman boshqacha boqaman, xudo xolasa. Yana yaxshi narsalarni berib boqaman. Albatta sabzi hali inkubatorning o'zidan ancha surprizlar turibdi. Bu boshqa videoda. Hop, san qaraysan. Bu ham tug'ishi kerak edi. Bu ham bugun tug'ishi kerak edi. Hop, ba'zan shu tug'masdan o'tkazib olish degan narsalar bo'ladi. Endi nima qilamiz? Buni olamizda qo'l bilan ushlab ko'ramiz. Shu qorin qismida adashmasam, men hali uni test qilmaganman. Ko'p videoda ko'rdim, shunaqa ushlaganni. O'zim shaxsan ushlab ko'rmaganman. Men o'zim yoki onam bilan ushlab ko'rib, lekin qorni bor, o'tan qorni borga o'xshab turibdi. Test qilamiz. Bo'lsa bo'ldi, borligini bilsak qo'yamiz, bugun ham kutamiz. Bo'lmasa, agar bugun ham tug'masa, ertaga bunga dorisini uramiz. Balkim kechga dorisini olib kelib qo'yishi mumkin. O'zi bitta ampola bo'lsa, bitta ampola olib kelib qo'yaman. Qanaqa dori edi, esimda yo'q to'g'risi. Hali men ishlatib ko'rmaganman, esimda yo'q. Olib kelib qo'yib, kechga urib tug'dirib olishimiz ham mumkin, xudo xolasa. Xo'p, yoki ertaga kechqurun kutamizda. Agar anaqa bo'lmasa, demak, qochmagan bo'lsa, lekin qochgan bo'lishi kerak. Demak, qochmagan bo'lsa, qayta qochirib yuboramiz. Sirasi xudo xolasa. Mana bitta erkakni olib qo'yamiz, tirs qo'ya olamiz, sirasi qochirib yuboramiz. Bu yoqda bizning xudo xolasa mana bu quyonlarimiz, bular necha kunlik bo'ldi, esimdan yo'lash. Yozib qo'yishim kerak endi. Hop, 11da tug'ilib, bilasizlarmi? 11
avgustda bo'lgandi. Bugun 25-kun, demak 14 kun bo'libdi. Mana 2 haftalik. Hozir xalaqit bergim kelmayapti. Mana shunday ko'rsata qolay. Xalaqit bermay, mana shunday ko'rsatsalar bo'ladimi? Xarob bo'lib qoldi. Mana qolsak, mana xarob bo'lib qoldi. Xullas. Shunaqa gaplar, shunaqa yangiliklar, kanalga a'zo bo'linglar. Xudo xolasa, men onaxondan nima ish qilganimni do'stlardan ko'rsatib boraman. Mana buni bolalardan katta bo'lishini, xudo xolasa ko'rsatib boraman. O'tgan safar bu 8 ta tuqqandi. Yani ikkinchi tug'ish hozir 13 ta, birinchi tug'ishda 8 ta tuqqandi. O'shanda 3 tasi qolgandi mana. Ancha-muncha xato qilib, o'rganib mana 3 tasini alhamdulillah mana ko'rabsizlar. Bular ham 2 oylik bo'lib qoldi. Mana bular ham 2 tasi kasal bo'lganda, o'sha dorisini berib tetrasiklinni suvga solib emas, shpritsda og'ziga qilib o'sha qilgandik. Alhamdulillah zo'r bo'lgandi. Shundan oldin qilsak bo'lar ekan, bilmagandikda ham ko'p o't berib o'ldirib qo'ygandik. Ichi ketib, o'shalarni xudo xolasa endi to'g'rilaymiz. Bo'pti, mana aytgancha, o'tgan videoda mana shu ona quyon o'tlarni, hasaylarni tashab yurganda, eslaysizlarmi? Uyiga tashab, ana uy qilmoqchi bo'lib yurgandi. Mana shu video olgandim videosini. Bundan oldingi videoda-da. Ana bugun xudo xolasa qarang, tug'ib qo'ydi. Ya'ni bir kun oldin emasda, kecha kechki paytda o'sha narsani ko'rgan edim. Bugun nima qilyapti? O'sha tongda o'sha tug'ib qo'ydi. Kimdir 3 kun oldin qiladi u narsani, kimdir 2 soat oldin qiladi. Men bu gizda 8-9 soat oldin qilibdi. Bu esa вообще hech narsa qilgisi kelmayapti. Yotibdi mana qarab, menimcha uy qurib berishimni kutyapti. Uy qurib ber, keyin tug'aman deyapti menimcha bu. Shunaqami? Hozir ushlab ko'ramiz. Omon bo'linglar, charchamanglar, kanalga a'zo bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qo'yinglar. Yaqinda bitta aka mening quyonim 8 ta tug'dimi, 6 ta tug'di deb yozgan ekanlar. Barakasini bersin. Inshaalloh o'shalarni ko'paytiring, o'shalardan zo'r daromad qiling. O'sha daromadingizdan ihson qiling. Xullas, shunaqa gaplar. Charchamanglar, jigarlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar.